Ana da qarsildatgan. Yaxshi oldi-da. Xo'p, kel. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugun navbatdagi bemorimizni tanishtirib o'tamiz. Bugungi bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan. Xo'p, aytib o'tmoqchimizki, operatsiyadan keyin ham qaytalanishlik haqida biz ko'p bemorlarga tushuntirib beryapmiz va ko'p bemorlardan isbotini ko'rsatib ham beryapmiz. Xo'p, endi nimani boshda aytib o'tamiz. Siz o'zingizda ham ozgina tushuncha bo'ladi-da, opa. Operatsiya deganda mana ko'ryapsiz, umurtqa pog'onasi sog'lom holati va mana kasallangan holatdan keyin chiqqan grija. Operatsiya deganda mana uni qirqib olib qo'yish chiqqan narsani. Xo'p, endi bu osteoxondroz, bosimdan, qisilishdan kelib chiqadigan narsa bu. Endi bemorimizda ham nechinchi yil operatsiya bo'lgansiz, qachon bo'luvdingiz? 5 oy burun. Ha, 5 oy burun. Bu 25-yil bo'lgansiz. Xo'p, operatsiya deganda mana umurtqa pog'ona bo'lsa, ikkita barmog'im umurtqa pog'ona bo'lsa, bu o'rtada fibroza halqa. Qisilishdan, o'tirishdan, ezilishdan yillar davomida mana ezilib chiqib kelaveradi mana. Zubnoy pastda oqib chiqib kelyapti mana. Bosim bor. Operatsiya degani bu bosimni tortib olib qo'yish mana, tozalab. Shu tozalab olib qo'yadi. Bu yerda yana qisilish bor. Qisilish bo'lgandan keyin oqib chiqib kelaveradi-da. Ana shuning uchun men aytaman, operatsiya degani tozalab olib qo'yish bo'ldi. Bu yerda yorilgan joy mana bosim turaveradi. Buni bosimni ko'tarsa, mana umurtqaning orqasiga rasasat bo'lib kirib ketadi bu. Keyin bu ichkariga kerak bu suyuqlik, yadro suyuqligi ikkita umurtqani bir-biriga tegizmay turadi. Buni olib qo'ysa, ichkarida nima ishlaydi endi? Glavniy osh kerak, tushundingizmi? Hali bu solidol vazifasini bajarish kerak. Solidol vazifasini. Hali ikkita suyak bir-biriga tegmay turishligi uchun. Tushundingizmi? Bayağı grija mayda ichiga qayirib kirib qolgan bo'lgan grija ham shu bunda orqaga so'riladi. Tortganda vakuum tortib oladi-da buni. Vakuum tortib oladi. Keyin fibroza halqa yorilib ketmaydi ko'p narsaga. Yorilib ketsa keyin oqib tushadi-da. Uni MRT'ni ko'rish kerak. Xo'p. Siz oqib ketgan nesbetga tushib qolgan nesbet deganingizda. Siz operatsiya qildirmagansiz. Bu qiz operatsiya qildirgan. Bu operatsiyadan keyin qaytalanish haqida. Keyin uni ko'rsatib beraman men sizga. Xo'p. Qachon operatsiya qildirdingiz siz? 5 oy burun. 5 oy burun qildirgansiz. Necha millimetr oldirgansiz? 11,5. 11,5 oldirgansiz mana. Xo'p, endi MRT xulosasini o'qib beraman. Ejamizda L3, L4 umurtqada mana 3,5 millimetr. Mana. L3, L4 umurtqada 3,5 millimetr ko'rsatyapti. Yana bitta umurtqasida 2,4 ko'rsatyapti mana. Endi imminni oldirgan umurtqasida L5S1 umurtqasi mana 8,5 ko'rsatyapti mana. Demoqchimanki, grija kasalligi operatsiyadan keyin 5 oyda qaytalandi. Avvalgi holatingiz qanaqa edi? Oyog'ingizga berardi, o'rog'i? Operatsiyadan oldin. Operatsiyadan keyin necha kundan keyin, necha oydan keyin oyog'ingizga berdi? Где-то bir 3 oydan keyin. 3 oydan keyin. U degani 3 oydan keyin qaytalandi deganida. 3 oydan keyin qaytalandi degani. Endi siz menga nimaga chiqdingiz, menga choldingiz. Men sizga MRT обязательно kerak dedim, ha? Agar MRT ga обязательно tushirtirmaganimda siz qaytalanganligingizni o'zingiz tan olmasdingiz. Bilmaydi qiladimi? Men oldirganman deb yuraverardingiz. Men oldirganman, men grijani oldirib solganman deb yurasiz-da. Demoqchimanki, MRT nimaga kerak deyman? O'zing ishonishing uchun kerak. Operatsiyadan keyin 100% qaytalanadi mana. Men qaytalanibdimi, ko'rdingizmi? Qirg'izistonda qilgansiz operatsiyani. Demoqchimanki, bu grija nervga tekkandan keyin u nerv oyoqlarga ketadi, oyoqlar og'riveradi. Oyoqlar puti og'riveradi. Tortib og'riyaptimi? Tortib, ana nuqtab qoladi. Uxlab qoladi. Qon yaxshi aylanmaydi, nervlar qisilib qolgan. Demoqchimanki, oldin ham shunaqa edi. Oldin ham shunaqa edi. Endi bekardan jarohat olib, ashadis kesilgani qoldi xolos. Shu. Endi demoqchimanki, men nimaga efir qilib chiqaraman? Misol mana boshqa bemorlarda olmayapman. Sheriylarlarda olmayapman. Faqat operatsiya bo'lganlarda olib to'plab qo'yapman. Sababi qildirmoqchi bo'lganlarga, mana ko'zingni och. Vibr o'zingda. Vibr o'zingda. Xohla umurtqani qisilishini och, xohla grijani oldir, yana qaytib chiqaveradi bu narsa. Degan maqsadda men dokazat qilib qo'yapman. Живой bemorlardan. Tushundingiz-a? Jalovatdanmi deysiz ham? Batganda, ha. Yaqinroq keling, tortib ochamiz yana bitta. Bosh.
Hech buni qochirmaganmisiz umurtqalarni? Yo'q. Uzat. Har yer borib ko'tarma olib Ha, dardarmik olib yuravergansiz. Xo'p, bo'sh yelka orqaga. Zo'r bo'ldi. Eshitdingizmi? Yo'q. Siz maza qildingiz bugun. Bari mazza sizga bo'ldi. Şu putum jaman üşüyteledi birozchi. Hozir üşügani qoldi shu. Isib qoldi. Qon yaxshi aylanyapti-da. Ikkita kiyardim paypoq deydi. Birozga 3 naski kiyib, birozga kiyib aytilim. Yaxshi. Bu-chi qish mezgilda bo'lganligi uchun emas bu narsa. Yozda ham muzlaydi. Grijasi bor odamda oyog'i. Qon yaxshi aylanmaydi. Keyin bitta putiga qaraganda kichkina bo'lib qoladi. Ko'pchilikda keladi. Men o'zimdan ham ko'rganman. Bitta puti misol yo'g'on bo'lsa, bitta puti ariq bo'lib qoladi. Qon kelmagandan keyin qon tarkibida kislorod bo'ladi-da. Kislorod bo'lmagandan keyin uqtaydi puti. Muzlaydi. O'sha birozi ushib, birozi Ana shuning uchun ushlaydi. men aytaman, endi mana uyga borganda rejim, bir oy qattiq yerda yotasiz, bir oy rejim saqlaysiz deyman. Uzating putingizni. Shunday yotib turing, qo'lingizni bering. Bu rejimda qancha oy saqlaymiz? Bir oy. Yo'q, bir oydan keyin 6 oy saqlash kerak. Yo'q, bo'ladi bir oy. Zo'r bordi. Qimilib yotib turing. Xo'p. Qancha? Birinchi kursda bir 30% o'zgarish sezdingizmi? 30dan ko'proq. 30dan ko'proq. Qarang, etap deymanda, endi kimda qanchalik o'zgarish bo'ladi bilmayman endi. Kimdadir zo'r bo'lib ketadi bitta ham. Kimdadir etap bo'ladi. Endi menga ham yengilroq paytda kelsa yaxshiroq bo'ladi-da. Bizda birinchi nima qiladi? Kinnachiga boradi, dam soldirib ko'radi. Mayli, unga qarshi emasman, qilaversin. Bu qisilishni ochmaguncha uchun bo'lmaydi. Sanatoriyaga boradi, lyuks joyga, komfort joyga, hamma yoqqa borib ko'radi. Oxiri pul tugaganda, grijasi katta bo'lganda, meni oldimga keladi. 50 ming so'm, 100 ming so'm tushib bering deb turaveradi ekan meni oldimga. Yurolmay qo'ygan. Mayli gap pulda emas. Katta etiri haligini xoramini chiqarib yuboradi-da o'zi. Katta yegan sari so'rilish qiyin bo'ladi ichkariga. Demoqchimanki, ertaroq manual terapiya bo'lsa, grijani ertaroq qutuladi. Xo'p, keyin yana birontga bitta ko'rishamiz. Yaxshimi, bizdan xursandmisiz? Siz ham YouTubedan ko'rib keluvdingiz-a? YouTubedan ko'rib. Keyin siz birinchi etapda dorilarni endi keldingiz. Xo'p. Rejimlar saqlaysiz-a? Operatsiyani taklif qilasizmi, yo'qmi balnoyga? Yo'q. Operatsiya qilmagan yaxshi. Qilmagan yaxshi. Oldingi kuningiz orzu bo'lib qoladi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib qoling. Sizga rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Endi